Ko'pincha o'zimizni odamlarimizdan o'zbek futbolini kuzatasizmi deb so'raganimizda ular okey, o'zbek futboli menga qiziq emas. Men ko'pincha Yevropa futbolini ko'raman degan javob olamiz. Lekin bir o'zbek bo'lmagan yigit borki, uni bir safar Bunyodkor stadionida, bir safar Paxtakor stadionida va yana bir safar Jar stadionida ko'raverib o'rganib qoldik. Uning ismi Eugenio va u Italiyadan. Yaqin vaqtlar ichida u nima sababdan o'zbek futboliga bu qadar qiziqib qolganini bilib olamiz. Sherry. Assalamu alaikum Uzbekistan. We're here at Sports News and you're going to get an exclusive interview from me. Let's go. Your name is? Sizning ismingiz Evgenio va bilishimizcha siz italiyaliksiz. O'zingiz haqingizda ko'proq ma'lumot bera olasizmi? Ha janob. Xo'p, men yarim italyan, yarim rusman. Onam rus, otam italyan. Men Qatarda tug'ilib Dubayda katta bo'ldim va u yerda 6 yil yashaganman. Keyin shu yerda o'rta maktabni bitirib KIC degan joyimda esimda yo'q, lekin keyin Rimdagi universitetga o'qishga ketganman. Shundan beri Italiyada yashayman. Bilishimizcha siz futbolning ashaddiy muxlisisiz. Sevimli jamoangiz qaysi? Sevimli jamoam haqida. Uni sizlarga aytmayman. Sizlar mening videolarimni tomosha qilsangiz o'zingiz buni albatta bilib olasiz. Men turli o'yinchilarni, ayniqsa o'zbek o'yinchilarini turli jamoalarda qo'llab-quvvatlashni yoqtiraman. O'zbekistonga nima sababdan tashrif buyurgansiz va bu yerda nimalar bilan shug'ullanasiz? Men bu yerga faqat mehmon sifatida kelganman. Ilgari bu yerda 6 yil yashaganman. Bu yerga 2016-yilda ko'chib kelganman. Hali ham do'stlarim bor albatta. Futbol tomosha qilishni yaxshi ko'raman. O'zbekiston sizga yoqadimi? Aynan nima jihatlarni alohida e'tirof etgan bo'lardingiz? Bu yer menga juda yoqadi. Odamlar doim yaxshi munosabatda bo'lishadi. Hech nimadan shikoyat qila olmayman. Men uchun bu yerning eng yoqimli jihati odamlar, chunki ular juda mehribon. Masalan, "Ey og'ayni, bu yerga kel, palov yeymiz" deyshadi. Hammasi juda ajoyib. Shuning uchun eng yaxshi jihat bu odamlar. Sizni Shomurodovning ashaddiy muxlisi deb eshitganman. Eldorni qachondan beri taniysiz va o'yinlarni doimiy kuzatib borasizmi? Shomurodov haqida menimcha 2019-yildan beri bilaman. Chunki men tomosha qilgan birinchi O'zbekiston o'yini Toshkentda bo'lib o'tgan. 2022-yilgi Jahon chempionati saralash doirasidagi O'zbekiston Saudiya Arabistoni o'yini edi adashmasam. O'shanda shu yerda yashardim. Aniq sanani eslay olmayman, lekin u Italiyaga, ya'ni Genoa jamoasiga o'tgandan keyin uni kuzatishni boshlaganman. Taxminan 2021-yil atrofida. Yaqinda hatto Genoa do'konida o'zimga Eldorning 61-raqamli formasini chiqartirgan suratimni topdim. 2021-yildan beri uni kuzatib kelaman. Iloji bo'lsa barcha o'yinlarni tomosha qilishga harakat qilaman. Hatto bir necha o'yinlarni tomosha qilish uchun stadionga ham borganman. U Spetsiyaga ijaraga o'tganida ham, Kalerida o'ynaganida ham, qayerda shoma bo'lsa, men doim uni kuzatib borgandim. Siz O'zbekiston Superligasi o'yinlarida ham qatnashgansiz. O'yinlar sizda qanday taassurot qoldirdi? Aytib bera olasizmi? Yutuqlarimiz va kamchiliklarimiz nimalardan iborat? Menimcha bu yerda futbolga bo'lgan e'tibor yoki e'tirof boshqa joylarga, masalan Italiyaga nisbatan juda kam. Bu menga g'alati tuyuladi. Misol uchun chiptalar 21 ming so'm atrofida. Bu qariyb 2 yevro. Italiyada esa Serie D 4-divizion o'yinlariga ham bunday pul bilan kira olmaysiz. Bu yerda esa deyarli hammaga imkon bor. Agar xohlasang, o'yinga bemalol bora olasan. Ko'p hollarda stadion umuman to'lmaydi. Lekin menimcha bu biroz achinarli holat. Futbol Toshkentda ham ko'proq qadrlanishi kerak deb o'ylayman. Masalan, Farg'ona, Namangan, Andijon kabi joylarda futbol madaniyati kuchliroq. Stadionlar doim to'lib ketadi. Toshkentda esa stadionlar chiroyli, narxlar ham qimmat emas. Men xohlar edimki, odamlar ko'proq o'yinlarga borsin, chunki bu juda qiziqarli. Futbolni shunchaki jonli tomosha qilish imkoniyati bor. Nega bormaslik kerak? Bu haqida shikoyat qilishga hojat yo'q. It's football at the end of the day. You watch football live for barely anything.
Why not? You can't complain. Yana bir tushunmaydigan jihatim bor. Ochig'i bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Menimcha o'zim shaxsan O'zbekiston Superligasi haqida 2022-yilda bilganman, lekin ilgari ham bu haqda xabarim bor edi. Faqat chiptalarni qayerdan olishni, qanday o'yinga kirishni bilmasdim. Balki bu ham muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni chiptalar qayerda va qanday sotilayotgani haqida ko'proq ochiqroq qilib ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Bilmadim, odamlarning o'yinlariga kirishga vaqtlari yo'qmi? Ammo men umid qilaman, ular buni qila oladi. Ular o'z mahalliy jamoalariga muxlislik qilishlari yaxshi albatta. Odamlarga tushunmayman. Ular har doim katta jamoalarga muxlislik qiladi. Real Madrid, Barcelona. Lekin boring, Paxtakorga, Bunyodkorga muxlislik qiling. Nega yo'q? Go support Paxtakor, go support Bunyodkor, Lokomotiv. They're all right here. Why not? Muxlislik albatta siz tomosha qilayotgan jamoaga bog'liq. Masalan, men omadli odamman. Rimda yashayman va mening fikrimcha Italiyadagi eng zo'r muxlislar aynan Rimda. Ular har doim qo'llab-quvvatlashadi. Har doim o'zining sevimli jamoalariga mehr ko'rsatishadi va bu yerda ham atmosfera juda qiziqarli. Ba'zida biroz, aytaylik, zerikarlidek tuyulishi mumkin. Lekin albatta futbol tomosha qilish hech qachon zerikarli emas. Albatta stadionda o'yinni oddiy muxlis sifatida tomosha qilish haqida gap ketganda shunday bo'lishi mumkin. Ba'zida stadion jimib qoladi. Faqat baraban chalayotgan ovoz eshitilib turadi. Shuning uchun asosiy farq bu atmosfera deb o'ylayman. O'zbekiston terma jamoasi va umumiy o'zbek futboliga muxlislik qilishingizdan maqsad obunachi yig'ishmi yoki rostdan ham bizning futbol sizni qiziqtirib qo'ydimi? I think I've gotten O'ylashimcha meni kuzatayotgan barcha o'zbekistonlik muxlislar doim, "Ha, sen buni hayp uchun qilyapsan, obunachi yig'moqchisan" deb o'ylashadi. Lekin nega? Menga bundan nima foyda? Bundan menga hech qanday foyda yo'q. Pul ham ishlamayman. Buni qilish menga shunchaki yoqadi. Men bu ishni 2022-yildan beri qilib kelaman. O'zbek futboli va muxlislar haqida videolar qilish. Taxminan shunday. To'g'risini aytsam, menga bundan hech qanday moddiy foyda yo'q. Shunchaki muxlislik qilaman va bu fakt. Videolar tayyorlashdan esa zavq olaman. Bundan aniq qandaydir bir maqsad yo'q. Blogimni ko'tarish yoki obunachi yig'ish. To'g'ri, videolarni insonlar bir-birlariga ulashishi mumkin, lekin menga bundan hech qanday manfaat yo'q. Buni shunchaki futbolni yaxshi ko'rganim uchun qilaman va o'zim ham bundan rohatlanaman. Qachon xohlasam videolar qilaveraman. Bilsangiz, menga futbolkalarni kolleksiya qilish ham yoqadi. Men Eldor haqida, yana kim? Masalan, Alisher Odilov kabi ajoyib futbolchilar haqida videolar qilishim mumkin. who is a baller gonna do that. Bu yerdagi asosiy daromad manbaingiz nimada? Qanday qilib pul ishlaysiz? Menga pul kerak albatta. Chunki universitetdagi oddiy talabaman. Qanday pul topishimga keladigan bo'lsak, men saytda futbol formalarini sotish orqali daromad qilaman. Yaxshiyamki ota-onam menga haligacha pul jo'natib turishadi. Men esa o'z vazifalarimni maksimal darajada mas'uliyat bilan qilaman. Ha, men futbolkalarni sotib pul ishlayman, lekin ko'p hollarda ularni o'zimda olib qolaman. Chunki ulardan ajralishni yoqtirmayman. Lekin ba'zan buni qilishga to'g'ri keladi. Pul kimga ham kerak emas deb o'ylaysiz? O'zbekiston terma jamoasini oldinda Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarga qarshi o'yinlar kutib turibdi. Bu uchrashuvlardan qanday natija kutyapsiz? Men kutayotgan natija faqat bitta. U ham bo'lsa g'alaba va jahon chempionatiga yo'llanma. Boshqa hech qanday yo'l yo'q. Jahon chempionatiga chiqishingiz kerak. Oldinda 2 o'yin bor. Ularda hech bo'lmasa 1 ochkoni qo'lga kiritish kerak. Menimcha buni qilsa bo'ladi. Ular albatta buni biladi. Jamoa ham buni tushunib turibdi. Millat uchun buning qanchalik muhim ekanligini hattoki men ham tushunib turibman. Demak, faqat birgina yo'l bor. Bu ham bo'lsa g'alaba. So, I think the only result you can expect is a win. Sizning versiyangizga ko'ra ayni vaqtda O'zbekistonning eng yaxshi 5 ta futbolchisi kim? Superligadanmi yoki umumiy? Umumiy. Okay. Yaxshi. Albatta Shomurodovni aytishim kerak. Ha, u birinchi o'rinda. Chunki ko'p yillardan beri yuqori darajani ko'rsatib kelmoqda. Ba'zan yetarli o'yin amaliyotiga ega bo'lmaydi. Lekin italyan tilida aytilganida grinta, ya'ni u iroda namoyish eta oldi. Tinimsiz mehnat qildi va jamoa uchun borini berdi. Albatta muxlislarga bu yoqadi. Shunday qilib, Shoma birinchi va shuni aytish kerakki, ikkinchi o'rin uchun Husanov hamda Aliqulov bor. Chunki Aliqulov Rizespor, to'g'ri aytdimmi? Ha, Turkiyada jamoasi uchun yaxshi o'yin ko'rsatyapti va Husanov ham ikkinchi bo'lishi mumkin. Manchester Cityga o'tganidan keyin albatta. Ha, uning dastlabki o'yinlari yaxshi bo'lmadi. Debyut Chelseaga qarshi. U yosh. Mazkur yoshda futbolchilar bilan bunaqa holatlar bo'lib turadi. Ha, u uchligimda bor.
Bundan tashqari, albatta, Abbosbek Fayzullayev. Lekin insonlar u haqida unchalik ko'p gapirishmaydi, chunki ularda Husanov bor. Ammo Fayzullayev ham CSKA Moskvada juda yaxshi o'yinlarni namoyish etib kelmoqda. For sure, Faizullayev, I think a lot of people don't really talk too much about him anymore, just obviously because of the Husanov hype. 5-o'rin. Xo'sh, kimni aytishim mumkin? Asosan bu G'aniyev va Shukurovdan biri bo'ladi. Ha, lekin anchadan beri bir narsani bilishni istardim va negadir bunga tushunmayman. Nima uchun G'aniyev terma jamoaga chaqirilmaydi? Chunki ular terma jamoada. Ha, uzr, klublarda juda yaxshi o'yin namoyish etishmoqda. To'g'risi, bulardan birini tanlash qiyin. G'aniyev Arab Amirliklarida, Shukurov Saudiyada, yana Yusupovni ham aytish mumkin. Bulardan birini tanlash juda ham qiyin, men sizga aytsam. Taniqli sharhlovchi Davron Fayziyev siz haqingizda o'z Telegram kanalida post yozib qoldirdi. Buni o'qidingizmi? O'sha postni o'qiganingizda nimalarni his qildingiz? Ha, uni o'qidim. Google Translate'ga rahmat. Bu juda ajoyib. Bu juda o'ziga xos. Men uyda o'tirganimda telefonimga xabarlar kela boshladi. To'g'risi nima bo'lyapti deb hayron qoldim. Nima bo'layotganiga tushunmadim. O'zbekistondagi do'stlarim ushbu postni ko'rib bu haqda menga yozishdi. Og'ayni, Davron Fayziyev sen haqingda yozibdi. To'xta, nima? To'g'risi buni tushunmadim. Bu juda ajoyib edi. Bu postni Google Translate'ga qo'yib o'qidim. Umid qilamanki, u barchasini to'g'ri tarjima qildi. To'g'risi bu juda ajoyib edi. Buni ta'riflab bera olmayman. Kun so'ngida shuni o'zimga aytdimki, bunday muxlislikdan menga hech qanday foyda yo'q. Buni faqat o'zim uchun va bundan zavq olish uchun bajaraman. Mana shunga o'xshagan holatlar men uchun yaxshi eksperiment bo'ldi. Davron Fayziyev kabi o'zbek futbolida katta o'ringa ega bo'lgan shaxs sen haqingda gapirsa, ayniqsa sen haqingda iliq fikrlar bildirsa, buni ta'riflab bo'lmaydi. Men haligacha buning uchun unga rahmat aytmoqchiman. Agar imkon bo'lganda O'zbekistonning Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yinni tomosha qilish uchun borgan bo'larmidingiz? Men umid qilaman. Buni qanchalik xohlayotganimni tasavvur ham qila olmaysiz. U yerda bo'lish himmatga tushishi mumkin. Avvalgi videolarimda bu haqda aytgandim. Ko'p odamlar mendan Andijonga keling va shunga o'xshash joylarga keling deyshadi. O'zbekiston bo'ylab albatta. Men buni juda xohlayman. Avval aytganimdek, menga bundan hech qanday foyda yo'q. Shunchaki o'zim buni xohlayman. Bu kabi videolarni qilish menga yoqadi. Umuman olganda $100 bilan O'zbekistonni aylanib chiqishning o'zigina menga qimmatlik qiladi. Shunday ekan, amirliklarga borish, mehmonxonaga joylashish, tushunganingizdek buning hammasi bir muncha xarajatlar talab etadi. Men buni juda xohlayman. Ammo bu sodir bo'lmaydiganga o'xshaydi. Lekin ko'ramiz, nima bo'lar ekan. O'zbekistonda butun umr qolib, futbol blogeri sifatida faoliyat olib borgan bo'larmidingiz? Bilmadim. Nimadir deyish qiyin. Meni bu yerda qolish rejam yo'q. Vaqtinchalik bu yerdaman va Italiyada yashayman. Universitetni tugatib Italiyaga qaytaman. Boshqa rejalarim yo'q. Lekin ko'ramiz. Barchasi butunlay o'zgarib ketishi mumkin. Aniq nimadir deyish qiyin. Yeah, whatever happens, happens. We'll see whether that's in Uzbekistan or somewhere else. Sport So'zni barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boring va yanada sifatliroq va unikum kontentlarni Sports Premiumga obuna bo'lgan holda tomosha qiling. Shomurodov or Taremi. Shomurodov. Shomurodov or Minamino. Shomurodov. Shomurodov or Hwang Hee-chan. Shomurodov. Shomurodov or Goodwin. Shoma. Australian player. Shoma. Shomurodov or Azmoun. Shoma. Azmoun's in the UAE right now. Shomurodov or Afif. Shomurodov, obviously. Shomurodov or Fabio Lima. Shoma. Shomurodov or Son. I'm still gonna go Shomurodov. I don't care, bro. Shoma till I die, man. Don't care, man. Shomurodov or Fayzullayev. Right now, I'd say genuinely Shomurodov. Okay, Shomurodov or Keane. Moise Keane. Nah, Shoma. I'll take Shoma. Shomurodov or Retegi. How do I answer this, bro? I don't even know, man. That's tough. I'll still take Shoma. I don't care. Okay, Shomurodov or Messi. Shomurodov the go, bro. Power. Ali Kulov. Speed. Abdulkadir Husanov. IQ. Give me Shukurov. Yeah. Pass. Hamrabekov. Finish. I'll take Shoma. Dribbling. Faizullayev. Hairstyle. Masharipov. And the best player for you without Shomurodov. Like right now? Yeah. Like I said, it's got to be between Husanov or Ali Kulov, I think. I think they've been the most consistent and yeah, one of those two, I think.
Say, Ruslanbek Jiyanov. Okay. Next one. Hoji Akbar Alijonov. Okay. Next one. Utkir Yusupov. Otabek Shukurov. Husnuddin Alikulov. Ooh, I'm not sure. Farouk Safiyev. Eldor Shomurodov. Who was the Nasaf player? Oybek Bozorov. Bazarov. Bazarov. I thought it was Bazarov, bro. I thought it was Bazarov.